Surxondaryo viloyatida sport to'garaklariga muntazam ravishda qatnashib, yuqori natijalarni qayd etib kelayotgan yoshlarning soni ortmoqda. Ana shulardan biri Shahnoza Haydarova og'ir atletika bilan shug'ullanib, yuksak cho'qqilarni zabt etayotgan yoshlardan biri. Lavhamiz qahramoni hozirda galdagi musobaqalar oldidan mashg'ulotlarga jiddiy e'tibor qaratgan. Og'ir atletika sport turi har xil vazn toifalarida og'ir narsalar, tosh yoki shtangani ko'tarishda musobaqalashishdir. Umuman olganda har kim ham og'ir keladigan toshni ko'tara olmaydi. Buning uchun insondan texnika va jismoniy kuch talab etiladi. Shahnoza Haydarova og'ir toshlarni o'zida bo'ysundirib, respublika hamda xalqaro miqyosdagi bellashuvlarda peshqadamlar safidan joy olmoqda. Shahnoza joriy yilning oktyabr oyida Bahrayn davlatida bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasida Osiyo o'yinlarida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ayniqsa Prezident Olimpiadasi musobaqasida 76 kilogramgacha bo'lgan vazndagi o'smir qizlar o'rtasidagi bahsda Shahnoza Haydarova O'zbekiston rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. Prezident Olimpiadasi juda yaxshi o'tdi va men bu musobaqaga 76 kilogramm vazn toifasida chiqdim. Dast ko'tarishda 97 kilogramm, siltab ko'tarishda 123 kilogramm ko'tardim. Trenerim o'zlari aytdilar: "Shahnoza 22 ekan, sen 29 qilgansan, qilasanmi?" degan ishonch bildirdilar. Va men ichimdan kuch uyg'otib va chiqaman dedim. Ishonch bilan tavakkal qilib chiqdim. Shundan keyin trenerim aytdilar: "Mana shuni qilasan, men senga ishonaman" deb ishonch bildirdilar va men bu ishonch bilan chiqib ishonchni oqladim. Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tahsil olayotgan lavhamiz qahramoni hozirda 16 yoshda. U kunning 2 mahalda mashg'ulotlarda ustozi Davron To'xtayev ko'magida o'zining jismoniy mahoratini oshirib bormoqda. Sportda yuksak marralarga erishish uchun mashg'ulotlarda chiniqish, o'z ustida tinmay shug'ullanish lozim. Bunda esa murabbiylar mehnati katta ahamiyat kasb etadi. Ularning maslahatlari yoshlarni to'g'ri yo'naltira olish qobiliyati bilangina shogirdlar jahon arenalarida ham yuqori o'rinlarni zabt etishlari mumkin. Tinimsiz mehnat qilib ustozining berayotgan vazifalarni a'lo darajada bajarib, yuqori ko'nikma hosil qilib borayotgan Shahnoza Haydarovaning maqsadi bitta, ya'ni 2028-yilgi Olimpiada o'yinlarida chempion bo'lishdir. Prezident Olimpiadasi sport musobaqasida ayollar kurashi yo'nalishida